Bunun üstüge bugün ma üçü oğumudun kipke. Salam Yansan söhbətimizin aktiv qolluğucuları, şundaqla görülmənləri həmənlərin hazırqı vaxtınlar güzel bolsun. Görüyatqanlar Abdunum rayonluq Xalq 3-cü doktorxanası alohida qollagan bir piyalı çay söhbətimiz. Hər sam söhbətimizdə oxşaş bolmagan mehmanlar bilan nayt yaxşı temalarda əsrarlaşqan bolduq. Mana bugünkü söhbətimizdəmi özünün icadiyyətləri bilan, çiraylıq naqşları bilan bizning sənət sahərimizdə yaxşı oğlanlar sənət sahəmizdəki yetilayotgan naqşçılarımızga yaxşı ülgülük rol oynab kelayotgan bizning Hojimmat Qurban, yəni şundaqla Fərhad G'inini alayda təklif qildik. Onundan sırt Abdunum rayonluq Xalq 3-cü doktorxanası yürək kasallikləri bölümüdən ali doktornumu alayda təklif qildik. Xoş gəlibsizlər mehmanlar. Bora ustaz, xoş gəldiniz. Ben hoş oldum. Mening yükümne yengilletti bu kız valla. Qanda degan vaqtda men sizlarni tunishtirib olmaydim. Çünkü bu ali doktorni. Çünkü unvoni bekjak. Ali doktorni. Bu onun üstüge bugün ma üçü oğumudun kipke. Şu oğumu uğraştırdı kipke. Şunu bir şey tutup aldık. Bek yaxşı oldu. Ali toxte degan jigit gerçe muş tibabet, seyye sistemimizde bolgan bilen naqşığı o'tdek ishtiyaqı var. Ötkende şu yürek olsa degan bir şiiri kuyni yazgan. Onunla Hojimmat Qurban na chiroyliq ijodiyatni qildi. Ferhatjon onun akkordini ishladi. Ali doktor nayte o'ziga xos bir naqshi bo'lganligi uchun tushib qoldi bu yigitga. Shuning bilan bu tirishchanligi bilan o'ziga xos uslub bilan yaxshi urildi deb qaraymiz. Bu naqsh chiqqandan keyin men bilib turdim, o'zining va'yun sipsida va yoki boshqa demasida xeli kirim bo'ldi. Taratlar xeli undan taqaldi bu naqsha. Shunga muş to'g'riliq birdam choy ichgach, mungdishayli. Bu naqsh to'g'riliq mushu aqdasi o'zi bir gap qilib baqson. Rahmat Bug'ra aka, bayam siz degandek, men o'zim asli kasbim doktor. Bu kasb japaliq. Bir umr ugundik emas. Bu kasbda to'xtamasdan yangilik bo'ldi ekan, yangi tadqiqotlar bo'ldi ekan. Men tövəlləg uçub çıxraq kasal görməyəm. To'g'ma yurak sohasida yurak operatsiyalarining turlari bilan japaliq ishlaymiz. Shunda his qilganlarim hamda doktorlik bilan san'at bu qo'shmaq kasb ekan. Doktorlik jismini davolasa, san'at odamningki ruh dunyosini davolaydi ekan. Shunga men shu davlatimizning olimlari yangi tadqiqotlarni qilyotdi. Men bu san'atni yuragimdan so'ygachga, san'atni doktorlik xizmat qilg'izib, tirishib baqay desam, natija yaratdim. Shu jarayonda sizdan shu yurak o'sal degan tekstingiz bu nihoyatda yaxshi bir asar bo'libdi ekan. Buni men naqshi itaman deb o'ylab baqmagan. Bu G'oji birodarimiz shunday yaxshi ang'isib, mang'ili tushgandek. Bu Ferhatjonmi bodek inim yomon bir ishlayotgan ekan. Mana hozirmi shu naqshning ismini olsam jiddilashyaptimi talab. Ipak Yo'li sadosining sahnasiga chiqib, tunji sahnaga chiqishim surlik bir sahna ekan bu. Operatsiya ustildimi surlikka. O'xshashlar shuni bilan xalq sungan bo'ldik. Xalqni yoqtirgan bo'ldi. Shuni bilan bu san'at sohasiga o'rganish bosqichida kirdik. Lekin san'at kasbimizni biz yaxshi ko'rib qilamiz. Doktorlik kasbini mangu yurakdan chiqarib birinchi o'rin qo'yib, tirishib o'rganib qilamiz. Ikkisini birlashtirdik. Ikki kasb, ikkilisi ajrimizdan, ter mehnatimizdan maydon keldi. Shunga bizning peshonimizdan ter haqqini ras. Bu aqmosi bo'lmaydigan u Ferhatjon kulyotdi. Mush naqsh to'g'riliq Ferhatjondan bir kelima so'z anglab boqaylik. Bu naqsh alikam bilan tunji hamkorlik. Tunji hamkorlik qilgan bu naqshida. Dastlabda alikam menga toza ishonch qilmagan. Dastlab ancha bilib ketmayaptiniz meni. Yana tanishgan vaqtlarimizda. Ya menim bilmaydi. Kim bildi? Shuni bilan biz Ali doktorni anglaganda, doyil ko'rib shuni bizga ancha-muncha besim bo'ladi. Shuni qo'pab hamda o'zimning ilhom bo'yicha qisam yaxshi chiqib qoldi-ku nima deyman hamda. Xeyli o'zgacha bir narsa naqshi bo'ldi. Ijodiyat yaxshida. Uning ustiga yaqindan beri bu sening akkording bilan birga bu chiqqan naqsha nurg'un bolalarningki yosh bolalarningki telefon qo'ng'irog'i paydo bo'lib qoldi. Men anglab turman.
nurg'a adam ma naqshini qo'ng'irqiga ishlatib yebdi. Demak, arzide degan gap. Yaxshi ko'rdik. Yaxshi ko'rdi degan gap. Shunga G'o'ja, sening qanday qarashing bor bu masalaga? Mening qarashim bo'lsa, oldi bilan Ali doktoraj buyurtgandek yozib berib ekansiz. Shu doktorlik bilan san'atni birlashtirgandek bir ma'no bor. To'g'ri. Aning keyindan men o tekstni qilmagandan keyin Ali doktorning naqsh etish uslubi, Ali doktorning ijodiyatlarini bilamiz hamimiz burun. Qanday uslubda ijodiyat qildi, qanday uslubda naqsh etdi. Bek cho'nqur o'ylayolmadim. Ali doktorning alayidligini ching tutgan asosda Melodiya oddiy, ammo quyib qo'ygandek tushpadida, hamda yurakka o'sal taqaldi. Xalq yaxshi ko'rdi. Lekin shunda bo'lsa-mu, bu naqshini yana bir qitim taqchiq arziydi, bir necha qitim taqchiq arziydi deb qaraymiz. Nima degan vaqtda xalq yaxshi ko'rgan bo'lganligi uchun biz qayta julalandırsak bulunca bir naqshini. Şunlaşqa bu naqshini yana bir qitim anglashqa arziydi, baholashqa arziydi, kech kunduz mashinadimi bir anlab beqishqa arziydi deb qaraymiz. Uning ustiga bizningki shu bir piyol choy suhbatimizga Abdunum rayonlik xalq uchun doktorxonasi bulabmi oliy doktor intayin yaxshi biz bilan hamkorlashdi. Muşu naqshininki shu hamkorlashishga bir ximiy oldu bu. Eng muhimi Abdunum rayonlik xalq uchun doktorxonasi bizningki ko'zimizning shu parlaq atidek ro'shan bo'lishini, yuragimizninki sağlam bo'lishini, bu ruh kayfiyatimizning ustun bo'lishini istaydi. Ali doktorumu hem muşunda tilekte. Beni aşık der veya ki şair, her ikisi tir vurar yürekke. Yine bir itmen doktorga göründüm. Bu yürgüm teyyar bottu, bir dal kürüp iki tane diyekke. Kalma götürdü kalbimde hıyal. Ey doktor men tapay koyaştım visal. Diyek emez, körük emez, yürekke utsal. Ot, 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 yürekke utsal. Pece. Uzattın yelkemge, hemdin tavuştu. Tosuluptu kan tomur, kıskıraptı bu ömür. Yıkılırım gözleridin, döküler yağmur. Lekin temkin turar, ahalatlık, suyumluk doktor. Pece. Götürdü kalbimde hıyal. Ey doktor men tapay koyaştım visal. Diyek emez, körük emez, yürekke utsal. Ot, 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 yürekke utsal. Götürdü kalbimde hıyal. Ey doktor men
Diyek emes, körük emes, yürekke utsal. Ot, 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 yürekke utsal, yürekke utsal. 大家好，各位老师好，各位导师好。我是新疆维吾尔自治区第3人民医院心脏大血管外科副主任医师阿里托赫提医生。Salam hürmetli ustazlar, men Abdunum rayonluq xalq 3. doktorxonasi yürek tashqi kasalliklar bölümünün doktori Ali doktor hammanglarga mendan o'tib salam. Rahmat qarshi olmishsiz. Men bugun İpek Yolu Sadasi programmasiga Şinjanның her qaysi joylarida keng her millat xalq ammasining salomatlik uchun ko'rish qilayotgan, doktorxonalarda jafo chekayotgan doktorlarning o'tliq salamini, shundaqla Shingjanhua ustaz, Abdulla ustaz, Ablat Ablikim ustaz, Toshmamat ustaz, Aygul G'ulam ustaz, Komil Jilil ustaz, Hazrat Ali Muhammad ustazga barliq ahlatliq farishtalarning muhabbatlik salamini berib keldim. Salam qubul, doktorlarga, sestralarga salam bo'lsin. Rahmat. Opesiya pichqini qo'linglarga olgan vaqtida shunchalik astoydillikqa diqqat qilgandek, bizmi shu mikrofonni qo'limizga olib sahnada naqsh aytayotgan vaqtida butun diqqatimiz bilan, butun vujudimiz bilan aytamiz. Siz hozir mikrofonni qo'lingizga olib achon shuni his qildingiz-ku deyman. Men bir san'at shaydosi. Men mush doktorlik kasbida yaxshi tirishib o'rganyapman, bir umr o'rganaman. Bundaq jiddilashib bakmagan. Men bugun tunji qitim bu san'at kasbining bo'libmi, bu naqshi yetishning eng ulug', eng tas kasbligini his qildim. Men sahnimi Ipek Yolu sahnasi ajoyib ayva sahnaka. Futqol, men mikrofon tushib ketamikin deb qo'shiqlar tutdim. Bu san'atga bo'lgan oshiqlik, naqshga bo'lgan rasmanlik meni mush sahnaga oxiri achiqdi. Ham shunda hayajondaman, ham san'at yo'lida mush oshiq shayda bo'lib yashashga menga tirishman. Rahmat. Oxir qiyg'iliqni qilsanda. Sizlar shu o'zinglarning kasbi orqali butun xalqimizningki jismini davolab kelgan bo'lsanglar, biz o'zimizning san'at orqali xalqimizningki ruhiyatini davolab keldik. Amaliyotda bizningki qilayotgan ishimiz o'xshash ish. To'g'ri, o'xshash bir kasb. Bu mening tutgan, mening ideyamdimi, bundan keyingi yo'ldimi, jismi bilan mush ruhini tang davolash uchun sizlar ustozlarni davomli o'rganaman. Hammanglarga sog'lom yurak yor bo'lsin. Sen naqshiyat kaç qilgan bo'lyapti hozir. Naqsh qo'yib, naqshiyat kaç qildi operatsiyani bu. Bu amaliyotda shu xalqarada hozir muzika orqali davolash degan bu bir xil davolash usuli shu bo'layotgan ishlar bu, shundaymi? Hatto o'simliklarga muzika qo'yib berish orqali uningki o'sib ketilishini ilgari surilayotgan manda tadqiqotlar bor. Yoki shu seg'in inaklarga muzika qo'yib berib turib shuni saqqa vaqtda uning sutining taximi ko'p bo'ladigan shunday nurg'un tadqiqotlardan bu naqshi muzika san'atniki shunday bir odamni ro'yi jihatdan shunday bir yaxshilash, davolash unumi borligi isbotlanadi. Mana bu oliy doktor ukam oldi bilan bek yaxshi inson bu. Bek odamgarchilik fazilati bor, yaxshi inson. Doktorlikdan iborat mushu bir ulug' kasbda o'zininki yaxshi natijalar bilan, yaxshi davolashlar bilan, shu xizmatlardagi ulug' xizmatlar bilan tang barcha mushu san'at sohasida xizmat qilayotgan yaxshi ko'rdigan shu san'at yo'lidagi oqillari, inalari, hadis-sanallari, do'st birodarlar bilan shunday mehrlik qalbi bilan yaxshi o'tdi. Yaxshi o'tdi, shu jarayonida o'zi naqsh yozishga boshladi. Mo'minjon ukam shunday bir kun bir naqshni sunib qoldi. Men naqshni anglab baqa bir yangi ijodiyat men sunilgan. Qandaqroq deydi u? Yaxshi, shunday o'zgichiligi bor, mazmun tema jihatdan, ohang jihatdan bu cho'qim moda bo'lgan naqshi bu. Kimligini mi demadi? Yaxshi bu cho'qim olqishliq naqsh bo'lib qoldi, moda bo'lib qoldi. Aytman naqshinjimi desam, bunday oliy doktor og'inam yozibdi deydi. Mo'minjon bilan uzun yillik do'st birodar og'inam. Voy bu oliy doktor ukam doktor edi u. Naqshim yozam dekansam, oshtaq bir unalar va qarab bu do'stimning dedi. Bunga hayron qoldik. Shundan keyin orqadan yana bir necha naqshlari xalq bilan biz bilan yuz ko'rishdi. Mana endi o'zi naqsh aytishga boshladi endi.
Mana bu san'atga bo'lgan Bu ojiqlik, asli tashnoliqlar. shu naqsha muzika bilan shug'ullanib eng oldida foydasini o'zgaga o'xshaydi. Shuning badan safosini, sog'lomligini saqlashda nihoyatda muhim rol borligini doktor bo'lgandan keyin bu ashni yanju qilyotidi hozirmi. Bizga anchimiz deb birdi. Shu o'zi foydasini ko'rib qolgandan keyin mushu ishning salomatligi bo'libmi, yurak qon tomir kasalliklari bilan nihoyatda bir bağlanışlık bir yeri bağlığımız yok. Üze aldı bilen. Muş sahiga kirip yapıptı. Biz muşu inini asli bu teşvik kılış tegiştik bala. Bu Şinjan'ın her qaysi joylarda keç gündüz en yezi, en kent chetki yerlerde Şinjan'daki her millet halkının perzentlerimizden yani kelip cuma. En muhimi toğmuş yürek kesellikleri, yürəkli tüşük toğulup qalğan deydiğen başında bir haqsız davalaş işlerini qılıvatıdı. Nurgun adamlarının şu rahmetlerine erişti, şu nurgun halkımız xoşallık tapdı. Bunu hakikaten teşvik kılış tegiştik bala. Hem de özü rast nakşı müzik qanda amrak dese, bu burun doktor olğan vaxtlardan tatip nakşı müzik ile amrak olğandaki şug'ullanıp ağırıp ketiyotgan yezidiki doktor vaxtida şu. Ağırıp ketiyotgan adamlarga bergan do'risini bakrak bu o'zining qo'lidan kelishicha gitarcha naqsh etpasa birdan uxlab qolganini bildi ekan-ku. Shu hikoyalarni bizga deb bergan. Shuning bilan naqsh muzikaning rolining ba'zida do'rdimi bak muhim o'rin turadigan bilgandan keyin bu inimiz shuni bilan tadqiq qilyapti. Bilatmi dedi, boya dunyoda muzika orqali kasal davolaydigan turlar va Yaponiyada hozir bor yo'l qo'yilayotgan ishga. Shu turlarni tadqiq qilyapti, shu natija qazanishni umid qilamiz. Şuna bizning buning o'ta qizg'inligini bu shu Ipak yo'li sahnasi orqali amalga oshiraylik orzusini. Qo'limizdan keldi bu ish. Mana Ipak yo'li sahnasi naqsh etishlar emas. Bizga kang qo'saqlikni, inoqlikni, ittifoqlikni, adab qoidani, o'zaro yordamni shundaqmi o'rgatayotgan sahna. Ali doktorning xalq uchun ishlash, xalq uchun o'zini bag'ishlash ro'yini tashviq qilish va uning kichkina arzusini qondirish uchun bizmi harakat qilsak to'g'ri. Rahmat. Bugun endi mushu ayajanda men bir yurak so'zimdan azroq devarsam. Qanchalik deysa, vat. Mening laqabim kam so'z, gapni jiqqaq qilib solaman. Men o'ylab bakmagan bu sahnaga chiqishimni. 10 yildan oshdi. Butun Şinjanning bo'lib, Janubiy Şinjanning yiz qishloq kentlarda kasal ko'ramiz. Nurg'un har xil bemorlarni ko'ramiz. Bizmi charchaymiz. Lekin menga shu har vaqt naqshi muzika bilan bo'lg'achqa, men ishdan yerib charchab kirib, kayfiyat yaxshi emas chaqlarda yaqinliq naqshlarni anglaytdim. Naqshi bilan hodiqim chiqib, atisiyan ruhliq kasal ko'ngil bo'ldi-chu. Har yil tövanga tushimiz, nurg'un bolalarni doktorxonaga kelib, operatsiya qilib davoldik. Ular har bir ota-ona rahmat, minnatdor bo'lgan vaqtida biz doktor o'g'ishlikni so'yindik. To'g'ri. Yakan, xotin, qarqashliq bo'lgan vaqtimda Keşlida men bu san'atkorlarni, yerlik san'atkorlarni yig'ib, naq maydon, terik muzikalar bilan adiqimni chiqartdim, o'zunlib. Bu jarayonda bo'lib Mishiyanda o'qitgan vaqtimda shu tunji ijodiyat yosh to'kalarsan deb bizning Abduxoliq Turg'un birodarim Mishiyanda birga o'qigan bizni Ushqara tovan. Yaxshi ajr qilib sundi xalqqa. Shunday hozirgi moda Ablatgan degandek Mo'minjon og'ayna, men 22 yillik og'aynam. Bu do'stim shu chaq degan naqshini men aytay deganda men 3 ga chuqlamagan. Bu ham Mo'minjon degan bizning faxrlik naqshimiz. Men bir doktor ya san'atni tarbiyalamagan. Mushu og'inam eshitdi deb aytgandan keyin hozir qadar shunchalik kun anglaymay turib, uning keyin menga madad bo'ldi. Yana bir qarqashda bizning Odiljon Mamtimi meni bak madad turdi. Sen qila olaysan deb. O og'inamning bir so'rinda Merdan Ablikim inim o'qigan So'yelmayman degan ijodiyat chiqib qoldi. Buningga Merdanmi shunchalik ajr sundirib aytdi. Bu bo'lib ketdi shuning bilan bu men qilsam bo'ldi-ku. Bugunay deb ijodiyat havaskor oldim men. O't yenimda qol, unutma degan 3 naqsha Mutallab Ahad birodarimiz u aytdi. Men talab ketib borman. Undan keyin to'xtamay ijodiyatni qilyapmiz, tirishyapmiz, lekin ma bugungi naqsha mening ijodiyatim emas. Mening ijodiyatimni barliq naqshlar aytib moda qildim. Men bugun Yipaklo sadosiniki mo'shu program gruppasiga rahmat aytaman. Mo'shu naqshini tekstni Muxtar Bug'ro cho'ng ustozimiz yezib, Janjigar og'inam G'ojimat Qurban muzikasini ishlab, bizning Bodek inim Farhat G'ani o'z yuragidan chiqarib, buni chalg'ulashtirib, voy, bu naqsha aytmoq ta'sir. Bu yurak o'ssal degan bu naqsha, ma'nisi buni doktorlar xato tushunib qilish mumkin.
terek sanmay, körük sanmay deymiz. Lekin silishga tegishga bo'lganda hayotlikni qutqizish uchun yana salamiz o fan texnikalik masala. Lekin ma naqshining ma'nosida mehr muhabbat bilan doktorlarga bir naqsh müzik anglanglar, öz anglama asıranglar. Men bir doktor başqa doktorlarga bergan taklif ham butun xalq ammasining sağlam yürek buluş üçün qap yürekli bu sahnaga chiqib qoldim. Ustozlarninki bergan baholari rahmat. Sizlardan davomli ugunimiz bütün Şinjandagi har millat xalqiga sağlam yürek yer bo'lsin. Rahmat. Rahmat, gapnimi yaxshi qilding. Bizga nayt tushunishlik bo'ldi. Naqshning mazmunini uqtirib yaxshi qilding. Bundan keyin yana o'z kasbingda uka xalq uchun, el uchun nayt ko'p yaxshi ish qilish bilan bir vaqtda mushu bizningki Ipak yo'li sadosidagi Şinjanxo ma'lumdan boshlab mushu ma'lumlarning hammasining yurak qon tomir ishlariga alohida diqqat qilib qo'yishim mumkin. Sizlar sağlam turib bersanlar biz doktorlarning sherifi. Rahmat. İpek yolu sadası, sevginin yok çiğnası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çiğnası, hoş avazla seynası.